Assalomu alaykum. Navoning salomlarini bugun qaynoq yoz haroratida salqin joylardan yo'llaymiz. Yaqinlaringizga salomlar yo'llamoqchi bo'lsangiz, bizga yaqinroq keling. Charchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga yaxshi. So'g'lik qilmayaptimi deyapman? Yo'q, normal. Yaxshi ko'rgan insoningiz bormi? Bor, onam. Ularga aytib turasizmi yaxshi ko'rishingizni? Albatta. Kameralarimiz orqali ham yo'llashingiz mumkin. Hozir salomlaringizni va yaxshi ko'rishingiz. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiqni yaxshi ko'radilar? Eshitib turibman naryoqda o'zi. Jaloliddin Ahmadaliyev. Kechib ali farmonlaridan, tushib g'urur osmonlaridan, qaytib hijron tomonlaridan, bizginani sog'indilarmi? Turnalardek qaygadir uchib, ishqimizdan butunlay kechib, sog'inmaymiz deya ant ichib, yana bizni sog'indilarmi? Canon, canon, bizginani sog'indilarmi? Canon, canon, bizginani sog'indilarmi? Yaxshi ko'rgan insoningiz bormi? Yaxshi ko'rgan insonim yo'q. Nimaga yo'q? Nima desam ekan? Tugatdik, yo'q. Agar u hozir sizni eshitayotgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz? Baxtli bo'lgin. Baxtli bo'lsin, yetadi. Unga ayta olmagan gaplaringiz qolganmi sizda? Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni. Ko'rmaymiz visolning hijroni bilan. Qo'l ushlab orttirgan gunohimizni yuvamiz ko'z yoshning marjoni bilan. Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni, ichgan qasamlar ham shunchaki ro'yo. Sevgimizga guvoh anhor bo'yini yashaganmiz tushda ko'rgandek go'yo. Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni. Ko'rsak ham shunchaki o'tib ketamiz. Oxirgi yetib bu umrimizni o'sha suratlarni quchib ketamiz. Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni. Rahmat, juda ham ajoyib she'r. Qaysi qo'shiqlarini yaxshi ko'rasiz? Dilnoza Ismiyaminovaning qo'shiqlari bor. Gal degan qo'shiqlari bor. Juda ham yaxshi ko'raman shu qo'shiqlarni. Qoshlarim kamon deysan, gap otib galing deysan, so'zingga tushunmadim, nari tur kaltak deysan. Qoshlarim kamon deysan, gap otib galing deysan, so'zingga tushunmadim, nari tur kaltak deysan. Sochimdan ko'p oshiqlarim menga o'tmas hiylalaring, ovora bo'lma, ovora bo'lma. Ishonmayman gaplaringga, tinch qo'y meni o'z holimga, sevaman dema, sevaman dema. Gal deydi man tomona, gal deydi Xorazmdanmi, Xorazmdanmi. Gal deydi man tomona, gal deydi Xorazmdanmi, voy Xorazmdanmi. Eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz? Onammi? Ularga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? Hozir ham ko'rsatuvimiz orqali salomlaringizni, yaxshi ko'rishingizni yo'llashingiz mumkin. Hojam, men sizni yaxshi ko'raman. O'zingizni sog'lig'ingizni men uchun ehtiyot qiling. Yaxshi ko'rgan insonlaringiz bormi? Ha, ota-onam. Ularga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? Albatta. Sizga hozir shunday imkon beramiz. Kameralarimizga qarab, ota-onangizga samimiy dil izhorlaringizni yetkazishingiz mumkin. Qorabog' tilida gapirsam bo'ladimi? Anajonim, akajonim, men sizlarni qattiq yaxshi ko'raman. Barlig'ingiz uchun ming shukr. Hamda har doim qo'llab-quvvatlab qasimda bo'lganingiz uchun har doim cheksiz rahmat aytib qolaman. O'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Sizni qattiq yaxshi ko'raman. Ularga sovg'a tariqasida qaysi qo'shiqlarni berishimizni xohlardingiz? Bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh
istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Eng ko'p kim yaxshi ko'rasiz? Eng ko'p onajonim edi. Onajonim rahmatli bo'lib ketdi. Qizim, nevaralarim, ulardan eng baxtli mashtada. Yaxshi ko'rgan insonlaringizga, yaqinlaringizga kameralarimiz orqali salomlaringizni yo'llashingiz mumkin, dilizxorlaringizni yetkazishingiz mumkin. O'g'lim Masan, rosa ham yaxshi ko'raman. Taning sog' bo'lib, umring uzoq bo'lsin, bolalaring rohatini ko'rgin. Qaysi qo'shiqni yaxshi ko'rasiz? Ona, ota haqida qo'shiqlar yaxshi ko'raman. Quvonchim bu dunyoda, ishonchim bu dunyoda, sababkorim tanda jonim, onajonim, otajonim. Tayanchim bu dunyoda, suyanchim bu dunyoda, sizlari bor yo'q armonim, onajonim, otajonim. Meni bu dunyodagi baxtim otamu onam yaratgandan inom taxtim, nurli peshonam. Meni bu dunyodagi baxtim otamu onam yaratgandan inom taxtim, fayzli qo'shonam. Eng ko'p yaxshi ko'rgan insoningiz kim? Oyim, Ularga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Siz o'zingiz qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz? Men Sevara Nazarxonni meni sev degan qo'shiq yoqadi. Meni sev jonginam, bo'lgin vafodor, sev olgin qalbim lol bo'lib maftun. Meni deb tunlarni o'tkazgil bedor, dunyoni unutgil meni deb butun. Meni sev borligim, borligim bilan, sen uchun yer osmon birday bo'lsinlar. Izimga, so'zimga zorligim bilan sevishni bilmaslar, mayli kuysinlar. Meni sev, azizim, azizim, sevgingni ko'ra, sevgingni ko'ra, sabablar timsoli tog'lar kul bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Kayfiyatimmi? Bugun meni tug'ilgan kunim. Rostdan. Unda tabriklaymiz tug'ilgan kuningiz bilan. Rahmat. Nimaga tug'ilgan kuningiz bo'lsa ham kayfiyatingiz yo'q? Tug'ilgan kunim bilan tabriklagan birinchi odam siz, chunki siz. Rostdan. Shunaqa, men o'zi viloyatdan kelganman, bu yerda yolg'izman. Uyimdagilar telefon qilib tabriklashdi, lekin hech qaysi o'rtoqlarim, hech qaysi do'stlarim meni tug'ilgan kunim bilan tabriklashmadi. Shuning uchun xafa bo'ldim hammadan. Va aylangani, o'zimni xursand qilgani chiqdim. O'zingiz yolg'iz. Yolg'iz. O'zimni baxtimga o'zim sog' bo'lay deydi-ku.
bunda tushkunlikka tushmang. Biz Navo musiqichilik kanali jamoasi tomonidan sizni chin dildan tabriklaymiz va Navodan salomlaringizni kimgadir yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat. O'ylagan edingiz, yig'lamaydi u. Bardoshi metindan oqmas ko'z yoshi. Ammo bilmaysizki, oson emas bu. U ham yig'lar balki yetmay bardoshi. Ehtimol yuragi tosh kabi dersiz. Mehrini yashirganda gohida, hislari dunyocha, mehri ko'p cheksiz. Ko'z yoshin berkitar tun panohida. Maza qilib qaysi qo'shiqlarni eshitib turasiz? Maza qilib. Bitta qo'shiq eshitaman, juda ham yaxshi ko'raman. Kokillari yarashgan go'zal, oq ko'zlari olar jonimni. Ana shu qo'shiqni yaxshi ko'raman. Kokillari yarashgan go'zal, oq ko'zlari olar jonimni. Chiroyingga bitsam g'azal, yondirursan kitobimni. Senga oshiqda bu yurak, sensiz aytmenga ne kerak. Olmayli jonim kerak bo'lsa, diydoringdan bersang darak. Ey qarashlaring yomon yondirar. Kulishlaring dilga o't yoqar. Qarashlaring yomon yondirar. Kulishlaring dilga o't yoqar. Eng ko'p kim yaxshi ko'rasiz? Odam yaxshi ko'raman. Ularga o'zi aytib turasizmi odatda yaxshi ko'rishingizni? Yo'q, unaqa ko'p aytmayman. Mana hozir sizga shunday imkoniyat, kameralarimiz orqali yaxshi ko'rishingizni aytishingiz mumkin. Otajonim, men sizni yaxshi ko'raman. Baxtimizga doimo sog' bo'ling. Ularga sovg'a tariqasida qaysi qo'shiqni berishimizni xohlardingiz? Shu otajonim degan qo'shiqda. Qiblagohim buzrukvorim, siz motabar jonim dadam. Hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonim dadam. Qiblagohim buzrukvorim, siz motabar jonim dadam. Hayotimga ziyokorim shamsu qamar jonim dadam. Jonim dadam. Jonim dadam. Yuksak nazar jonim dadam. Jonim dadam. Jonim dadam. Yuksak nazar jonim dadam. Eng ko'p kim yaxshi ko'rasiz? Shu oyim. Ularga yaxshi ko'rishingizni o'zi odatda aytib turasizmi? Ha, aytaman. Hozir ham sizga shunday imkon bersak, kameralarimiz qarshisida yaxshi ko'rishingizni aytib bera olasizmi? Bo'ladi. Alo. Oyi, assalomu alaykum. Oyi, men sizni yaxshi ko'raman. Ha. Ya o'zi, просто. Ha. Ya, men просто yaxshi ko'rishimni aytdim. Ha. Bo'ldi, ha. Yaxshi o'tiring.
Ularga sovg'a tariqasida qaysi qo'shiqchini qo'shiqlarni berishimizni xohlardingiz? Qo'shiqchilarimi? Yulduz Usmonova qaysidir musikasida. Muhabbatni desang ko'ngil ardog'im, ishqning ko'chasida qizil yanog'im, she'r yozay desam yod titrar barmog'im, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat, pinhona bu uchrashuvlar yodimda, baxtdan rosa quvonganim yodimda, ammo mangu qolmading u yonimda, olislarda qolib ketdi muhabbat. Kimda xato, kimda ayb bilmayman, bilmayman, yodga tushsa yoding dildan qo'ymayman, qo'ymayman, savollarimga hech javob topmayman, topmayman, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kimda xato, kimda ayb bilmayman, bilmayman, yodga tushsa yoding dildan qo'ymayman, qo'ymayman, savollarimga hech javob topmayman, topmayman, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Yaxshi ko'rgan insoningiz bormi? Yo'q, hozir faqat o'qish. Xudo xolasa. Yaxshi ko'rgan insoningizga nima degan bo'lardingiz? Yaxshi ko'rgan insonim yo'q-ku. Oyingizda Oyim bor, adam bor, bitta akam bor, ukam bor. eng ko'p kim yaxshi ko'rasiz? Adammi? Ularga yetib turasizmi yaxshi ko'rishingizni? Kamdan kam, lekin pul so'raganda turaman. Mana sizga imkoniyat, kameralarimiz orqali yaxshi ko'rishingizni aytishingiz mumkin. Adajon, men sizni yaxshi ko'raman. Baxtimga har doim sog' bo'ling. Pullaringiz ko'p bo'lsin. Ularga sovg'a tariqasida qaysi qo'shiqni berishimizni xohlardingiz? Yaqinda chiqasiz. Insoningiz bormi? Ha, bor. Kim? Onamni. Yetib turasizmi yaxshi ko'rishingizni? Onamga telefon qilibmi? Yo'q, o'zi odatda yetib turasizmi? Ha. Hozir ham sizga shunaqa imkoniyat beramiz. Kameralarimizga qarab, yaxshi ko'rishingizni yo'llaysiz. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Dunyoda eng zo'r onalardan birisiz. Mana shu katta tarbiyalaning uchun rahmat. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'radilar onajoningiz? Onamni Munisa Rizayeva qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Bilmagandim sevgi bunchalar yovuz, shafqatsiz ekan ko'zlarim mayus, hayotim aylandi xazonlarga kuz, sovuqlarda qoldim yuragimda muz, bag'rini toshga aylantirgan sen, o'ylaringda o'ynamadim men, bilmayman balki bu sevgi emas, zerikamda senga bog'langandir men, bevafo taqdirim emassan sen balki, topaman mashinarimni layli, bedabudur dardim balki, mana shu layli, bevafo taqdirim emassan sen balki, topaman mashinarimni layli, bedabudur dardim balki, o'sha layli, o'sha layli. Qo'ysa-chi bularni hammasi o'tkinchi tuyg'ular, balki taqdirimda yod tursa, balki birga bo'larmiz bir umrga, agar menga chidab yonimda qolsa. O'ylama mani, o'ylama o'ladi deb, aslida mani o'ylamasanadi deb, o'ylama mani, o'ylama sanadi deb, sevadi sanadi jon-jonimni deb, baribir ketasan mayli mani o'ylama, o'yinlaringda mani qo'lim so'rama, tushlaringda har kuni mani ko'rasan, mani bilasan shirin yorim bo'lasan, bevafo taqdirim emassan sen balki, topaman mashinarimni layli, bedabudur dardim balki, mana shu layli, bevafo taqdirim emassan sen balki, topaman mashinarimni layli, bedabudur dardim balki, o'sha
Charchab qolmayapsizmi? Charchayapman. Charchadim. Nimalar bilan charchadingiz? Sovuqda ishda. Sovuqmi hozir? Aha, voy. Tashqarida 60 gradus bu yoqda. Siz tashqaridan kelyapsiz-da. Men sovuq bo'ldi. Ha, shu sovuqda yaxshi ko'radigan insonlaringizni eslab turasizmi? Ha, rosa ko'p eslayman. Kimni yaxshi ko'rasiz? Aytolmayman-da uni. Oson emas. Ayta qoling. Bowlingda ishlaydi. Ha, ularga yaxshi ko'rishingizni o'zi aytib turasizmi? Ha. Hozir ham kameralarimizga qarab, yaxshi ko'rishingizni, samimiy gaplaringizni aytsizmi? Samimiy gapimni yaxshi ko'rishimni aytolmayman. Yaxshi ko'raman deb. Kimni eng ko'p sog'inasiz? O'shani. Yaxshi ko'raman, sog'inaman. Har kuni oldiga tushaman, har kuni. Aydar ismi. Eng ko'p qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz? Aha. Tohir Sodiqov. Axir sen o'sha bola. Kutmaganda qayerdandir voqealar bular sodir, gohida hazil qilar taqdir. Yetti uxlab tushimga kirmagan ishlar bo'lsa, tasodif qodir ne ishlarga. Mana bugun ham uzoq o'tmishdan bir hodisa ro'y berdi birdan. Ulkan temir qush falakdan davom etardi parvozda. Ko'zlar bilan qarasam, sen axir sen o'sha mening uyqusiz tunlarim, axir sen o'sha yozu kuz qish bahorim, axir sen o'sha avval qanotlantirib keyin esa mayli endi bu muhim emas, axir sen o'sha yoningda jajji qizcha xuddi o'zingga o'xsharkan yoshligingga jilmayar menga senikiday ovozi bu mo'jiza, bu mening baxtli parvozim. Yaxshi ko'rgan insoningiz bormi? Albatta, xo'jayinim bor. Ularga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? Har doim. Hozir ham kameralarimizga qarab, samimiy izhorlaringizni, yaxshi ko'rishingizni aytib bera olasizmi? Albatta, baxtimizga doim sog' bo'lsinlar. Farzandlarimizni birga rohatlarini ko'rib yuraylik. Qaysi qo'shiqchini qo'shiqlarini yaxshi ko'rib eshitasiz? Ulardan Farruh Zokirov. Qaysi qo'shiqlari yoqadi sizga? Hamma qo'shiqlar. Neday axir xush ko'rsam seni, ko'zimni yumsam tush ko'rsam seni. Neday axir xush ko'rsam seni, ko'zimni yumsam tush ko'rsam seni. Otashlarga tashlama meni, bir bo'lsa bir kulgularingdan, bir bo'lsa bir kulgularingdan. Neday axir xush ko'rsam seni, ko'zimni yumsam tush ko'rsam seni. Otashlarga tashlama meni, bir bo'lsa bir kulgularingdan, bir bo'lsa bir kulgularingdan. Qoshlaringda kamon yoy ko'rdim, yonog'ingda yonar oy ko'rdim. Men o'zimni bir gadoy ko'rdim, bir bo'lsa bir kulgularingdan, bir bo'lsa bir kulgularingdan. Uzilganda kuzgi yaproqlar, bo'zlab qolar bandi dudoqlar. Qaylardasan jonim so'roqlar, bir bo'lsa bir kulgularingdan, bir bo'lsa bir kulgularingdan.
Kimlar bilan keldingiz? Farzandlarim bilan. Ha, siz eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz? Hammasini yaxshi ko'raman. Eng ko'p. Uchalasin ham yaxshi ko'raman. Ha, bularga o'zlariga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? Ha, har doim aytaman. Ha, hozir ham kameralarimiz qarshisida farzandlaringizga salomlaringizni va yaxshi ko'rishingizni aytishingiz mumkin. Munisa, Dilnura, Mirhojiddin, men sizlarni yaxshi ko'raman. Qaysi qo'shiqchilarning qo'shig'ini yaxshi ko'rasiz? Qo'shiqchilar Sherali Jo'rayev, Og'abek Sobirov. Eng ko'p maza qilib eshitadigan qo'shiqchingiz kim? Og'abek Sobirov. Gündüzge girer canıdan oynadı gelenler Arkalar gider bağrını lafzadı tenenler Sonar bir eylem güler aziz senemler Güllerden ağla kılgan Pengil kavgası Güllerden ağla kılgan Pengil kavgası Buraya ismi ben yüreğinge uymam Oy bezimge feyz bulgan Bir de arkayra kut Oy bezimge feyz bulgan Bir de arkayra kut Adama can girer alas mehalden Arezimde kurktur eser ezelden Adını her harfi güver zerden Adını her harfi güver zerden Yürek yavut salgan acep seyrakun Ecdatlardan kalgan miras kayrakun Yürek yavut salgan acep seyrakun Ecdatlardan kalgan miras kayrakun Dinlese kimsesin yüreğe canım Oynasa kim düşüm mevcut arkanı Yok şunu girmeye kara kurbanı Sırlarını görüyen sırlar cümbak bu Ecdatlardan miras kalgan kayrak bu Sırlarını görüyen sırlar cümbak bu Ecdatlardan miras kalgan kayrak bu Guvohi bo'lganingizdek, bugun ham ko'plab yuzlarga quvonchlar ulashdik. Ko'rsatuvimizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring. Ekran orqali ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'ling.